Assalomu alaykum, hurmatli kimyo ixlosmandlari. Demak, kimyo noldan to'plami alkadinlar mavzusini tipli tahlillarini boshlaymiz. Demak, birinchi tip bo'yicha ikkita savolda tipli tahlilini ko'ramiz. Quyidagi alkadinni sistematik nomenklatura bo'yicha nomlang dedi. Strukturasini bu tomonga yozib olamiz. Xo'p, Xo'p, alkadenlarni nomlashda eng uzun zanjir tanlash kerak va bu ikkita qo'shboq ham uzun zanjirda qolishi kerak. Bizlarni uzun zanjirimizda demak qaysi simmetrik tuzilishi bo'lgandan keyin qaysi tomondan nomerlashni farqi yo'q. Demak, birinchi, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi. Demak, bu 4 uglerod bo'lsa, butadiyen bo'ladi. Butadiyen. Xo'p, va birinchi ugleroddan keyin qo'shbog'i bor va uchinchi ugleroddan keyin qo'shbog'i bor. Shuning uchun butadiyen 1-3 ga to'g'ri kelyapti. Demak, birinchi tip birinchi savolda A javob to'g'ri bo'lyapti. Xo'p, endi 10-chi shu birinchi tipni 10-chi savolni ham ko'ramiz. Videoda so'rashgan ekan, faqat birinchi tipni emas, birinchi savolni emas, keyingi savollarni ham ishlab ko'rsating deb. Xo'p, imkon qadar. Demak, SH2 yo bu yerda SH2 bo'lsa SH bo'lishi kerak shu. Mana shu joyda 2 bo'lmaydi. Shunda 5 valent bo'lib ketib qoladi. Keyin SH bu tarmoqlanish bor bu yerda bitta SH3 va demak bu yoqdan SH3 bo'ladi. Xo'p, raqamlash qo'shboq yaqin tomondan nomerlanadi. 1 2 3 4 5 6. Shunda 5 metil. Hop, bu shunda geksadiyen bo'ladi. Geksadiyen 1-3 bo'ladi. 5 metil geksadiyen 1-3 ha, D javobda demak turgan ekan. Shunda birinchi savolning javobi A javob bo'ldi. Ikkinchi savolning javobi esa 10-chi savolning javobi esa demak D javob bo'ldi. Biz navbatdagi tipga, ya'ni ikkinchi tipga o'tamiz. Xo'p, ikkinchi tipda aytayaptiki 46 gram etil spirtdan foydalanib 80% unum bilan qanchalik butadiyen 1-3 olish mumkin deyapti. Birinchi bizga masala shartida demak etil spirtini massasini berib qo'ygan va bu yerda 46 gramda ml 29 46 gram taqsim mol. Shunda demak buni modda miqdori 1 molga teng bo'ladi. Xo'p, endi reaksiya tenglamasini yozib o'tamiz. Bu yerda demak 2 molekula etil spirti bir vaqtning o'zida ham degidratlanish, ham dehidrogenlanish jarayoniga uchraydi. Xo'p. Reaksiya tenglamamiz 4 6 12 bo'lsa, mana 2 qo'ysak ancha teng bo'ldi. Xo'p. Endi hozir bu yerda reaksiya unumi ham bor 80%. Shuni ham hisobga olishimiz kerak. 1 mol etil spirtdan o'zi unum bo'yicha 0.5 mol butadiyen 1-3 chiqishi kerak edi. Lekin 80% unumni hisobga oladigan bo'lsak, demak bu yerda 0.4 mol butadiyen 1-3 chiqadi. Va biz butadiyen 1-3 ni massasini hisoblashimiz kerak bo'ladi. Shunda 0.4 bo'lsa, 12 ni 4 ga ko'paytirib, ustiga 6 ni qo'shsak 54. 54 ni demak 0.4 ga ko'paytirsak, bu yerda demak 21.6 gram chiqadi. Va to'g'ri javob ikkinchi tip birinchi savolda D javob to'g'ri bo'lyapti. Xo'p, uchinchi tipga o'tamiz. Uchinchi tip 1000 gram 8% bromli suvni rangsizlantirish uchun 12.1 gram propadiyen va butadiyen aralashmasi sarflangan bo'lsa, aralashma tarkibidagi propadiyenning massasini toping deydi. Xo'p, qarang. Birinchi mana
brom eritmasini massasini hisoblab qo'yamiz, yozib qo'yamiz. Ya'ni 1000 gram eritma bo'lyapti va buni ichidagi bromni miqdori 8% ni tashkil qilyapti. Demak, 1000 da 8% ni topadigan bo'lsak, bu yerda shunda bu 80 gramga teng bo'ladi. Ya'ni 80 gram bo'lsa 0,5 mol brom bo'lgan. Endi propadiyen bo'lsa, demak S3H4. Butadiyen bo'lsa S4H6. Biz bilamiz, bromli suvni nimalar alkadienlar bromli suvni rangsizlantiradi, chunki tarkibida ikkita qo'shbog'i bor va bular 1:2 nisbatda reaksiya ketadi. Ya'ni bu yerda S3H4 brom 4 bo'ladi. Shunda bu yerda ham ikkita brom bilan 2 molekula bromli suv bilan reaksiya ketadi. Demak, S4 H6, demak brom 4 chiqadi. Endi qaraydigan bo'lsak, bu aralashmamiz 0,5 mol bo'layotgan bo'lsa, shunda bu tomonga o'tganimizda oldidagi koeffitsient 2 ga bo'lib o'tamiz. 0,25 mol bo'ladi. Endi propadiendan x mol, butadiendan y mol olsak. Xo'p, tenglama kelib chiqadi. Ya'ni mollar yig'indisi, ya'ni x plus y qiymati 0,25 ni berishligi kerak. Xo'p, 40x plusdan xo'p 12 ni 4 ga ko'paytirib 6 ni qo'shsak 54 y umumiy massa, demak 12,1 ni berishligi kerak bu yerdagi. Mana shu, demak, tenglamalar sistemasini birga yechamiz. 40 ga ko'paytirsak, demak 40x plusdan 40y teng 10 bo'ladi. Ayiramiz. 40x dan 40x qisqarib ketadi. 54 dan 40 ta ayirsak, demak 14y teng 2,1. 2,1 ni 14 ga bo'lsak, y qiymati 0,15. Demak, 0,25 bo'lishi kerak bo'lsa, x ni qiymati 0,1 ga teng bo'ladi. Bizning savolimizda propadienning massasi so'ralyapti. Shunda massa S3H4 bo'layotgan bo'lsa, 40 ni ko'paytiramiz 0,1 ga. Natijada, demak, 4 gram propadien hosil bo'ladi. To'g'ri javob bu yerda shunda A javob to'g'ri bo'lyapti. 3-tip birinchi savolda mana javob to'g'ri. 4-tipga o'tamiz. 4-tip birinchi savol. 5,4 gram butadienni to'liq yonishidan hosil bo'lgan karbonat angidrid necha gram 28% kaliy gidroksid eritmasini to'la neytrallashga ketadi. Reaksiyada faqat o'rta tuz hosil bo'lgan deb hisoblashimiz kerak ekan. Xo'p. Birinchi ishda biz butadienni modda miqdorini topishdan boshlaymiz. Demak, 5,4 gram bo'lsa, butadienimiz 54 ml. Shunda 0,1 mol butadien hosil bo'lyapti. Endi reaksiya tenglamasini keltiradigan bo'lsak, butadien yonganda barcha organik moddalar singari karbonat angidrid va demak 3 molekula suv hosil bo'ladi. 8, 11, 5,5 qo'yamiz ekan bu yerga. Endi 0,1 mol butadien yongan paytda bizda demak 0,4 mol karbonat angidridi hosil bo'ladi. Endi mana shu hosil bo'lgan karbonat angidridimiz kaliy gidroksidi bilan to'liq reaksiyaga kirishganda kaliy karbonati va suvni hosil qiladi. Mana 2 qo'yamiz. Shunda bizda mana bu yerdagi yuqoridagi 0,4 mol karbonat angidridimiz bu
bu yerda 0,8 mol kaliy gidroksidi bilan reaksiyaga kirishadi. Bizdan mana shu kaliy gidroksidni eritmasini massasini so'rayapti. Shuning uchun birinchi o'rinda kaliy gidroksidni massasini hisoblab olamiz. 0,8 ni 56 ga ko'paytirib, demak 0,8 ko'paytirib 56 qilsak, kaliy gidroksidni o'zini massasi 44,8 gram bo'lsa, xo'p, bizdan mana shu kaliy gidroksid eritmasini massasini so'rayapti. Eritmasi 28%. Xo'p, 44,8 ni shundan 0,28 ga bo'lsak, eritmasini massasi kelib chiqishligi kerak. Xo'p, shunda eritmasini massasi 160 gramga teng bo'ladi va 4-tip birinchi savolda bizda A javob demak to'g'ri bo'lyapti. 5-tipga o'tamiz. Butandan yuqori temperatura va katalizator ishtirokida butadiyen olindi. Reaksiya natijasida hosil bo'lgan vodorod 54 gram butadiyen olindi. Reaksiya natijasida hosil bo'lgan vodorod necha gram propadiyenni to'la gidrogenlash mumkin shu bilan deydi-da. Xo'p. Birinchi o'rinda mana shu butadiyenni modda miqdorini hisoblab olamiz. Ya'ni 54 gram ekan, buni emeri ham 54 ga teng. Xo'p, 1 mol bo'lsa, endi butan C4H10 katalizator va temperatura ishtirokida qizdirilgan paytda bundan butadiyen va demak 2 molekula vodorod hosil bo'ladi. Xo'p, endi qarang, bu yerda 1 mol bu yerda 1 mol butadiyen hosil bo'lgan bo'lsa, qancha vodorod chiqadi? Shunda bu yerda mol nisbat bo'yicha 2 mol vodorod chiqadi va bizda mana shu hosil bo'lgan 2 mol vodorodimiz qanchali propadiyenni to'liq gidrogenlashga yetadi degan narsa. Demak, C3H4 ni to'liq gidrogenlaganimizda C3H8 chiqishligi kerak. 2. Shunda 2 mol nimani 2 mol vodorod bilan demak 1 mol nimani propadiyenni gidrogenlash mumkin va biz ana shu propadiyenni massasini hisoblashimiz kerak bo'ladi. 1240 bo'ladi bu. 40 ko'paytirib 1 teng, demak shunda 40 gramga to'g'ri kelyapti bu. To'g'ri javob demak 5-tip birinchi savolda A javob to'g'ri bo'lyapti. 6-tipga o'tamiz. 17 gram noma'lum alkadiyinning to'liq yonishidan 55 gram karbonat hosil bo'ldi. Noma'lum alkadiyinni toping deydi. Xo'p, alkadiyinlarda umumiy yonish tenglamasini keltirib o'tamiz. Kislorodni sal buyoqroq yozamiz. Oldiga koeffitsient yozishimiz kerak. N dona karbonat angidrid plyusdan demak n-1 dona suv hosil bo'ladi. Xo'p, 2n 3n bo'lsa, shunda 1,5 n minusdan 0,5 bo'ladi kislorodni oldi. Xo'p, qarang, bu yerda bu 17 gram bo'lyapti. Karbonat angidridimiz 55 gram bo'lyapti. Hozir biz agar alkadiyenni molidan karbonat angidridni moliga o'tishda n ga ko'paytirib o'tishimiz kerak. N marta ko'p bo'lyapti. Endi tenglama qilamiz. Qarang, 17 alkadiyenni molini topishimiz uchun 17 ni 14n-2 ga bo'lishligimiz kerak va buni biz n ga ko'paytirsak alkadiyenni molini karbonat angidridni moliga teng bo'ladi. Ya'ni 55 taqsim 44 ga teng bo'ladi. 1,5. Shunda demak n yuqoriga ko'paytirib chiqiladi. 17 n bo'ladi. Pastda demak 14n minusdan 2, 55 ni 44 ga bo'lsak 1,25 ga teng bo'lyapti. Xo'sh, shunda 17n teng bo'ladi 1,25 ko'paytirib 14, ya'ni 17,25
5n minusdan 1,25 ni 2 ga ko'paytirsak 2,5 bo'ladi. 17,5 dan 17 ni ayirsak 0,5n teng 2,5 va endi qiymati bizga 5 ga teng bo'lyapti. Ya'ni javoblar orasidan 5 ta uglerodni tutgan nimani topishimiz kerak. Butadienni formulasi bo'lmaydi. Pentadien to'g'ri keladi. Ya'ni S5H8 formulaga to'g'ri kelishligi kerak. Bizning savolimizda bu yerda B javobda pentadien 1,2 bir allen tipidagi nima ekan? Alkadien ekan 4, 5. Mana shu pentadien 1,2 molekulamiz so'ralgan ekan. Xo'p, demak 6-tip birinchi savolda B javob, ya'ni pentadien 1,2 hosil bo'ldi. Keyingilar ham xuddi shu usul bo'yicha yechiladi. 7-tip birinchi savol 61-savol dedi kitobda. Xo'p, etan va noma'lum alkadiendan iborat 55 gram aralashma bromli suvga solinganda idish massasi 40 gramga ortdi deydi. Endi qarang. Bunday jarayon bo'lganda, ya'ni etan bilan noma'lum bir alkadien bor. Endi bromli suv bilan faqat mana bu alkadien reaksiyaga ketadi-da. Ya'ni shunda CnH2n-2 brom 4 bo'lib reaksiyaga ketadi. Endi va bromli suvning massasi ana shu reaksiyaga kirishgan alkadienning massasi hisobiga ortadi. Demak 40 gramga ortdi deyapti-ku, shunda 40 grammi aralashmani 40 grammi alkadien bo'lsa, qolgan 15 grammi nima bo'ladi? Etan bo'ladi. Bu dastlabki qism mana bu yergacha etan va noma'lum alkadiendan iborat 55 gram aralashma bromli suvga solinganda idishdan o'tkazilganda idish massasi 40 gramga ortdi degani bu dastlabki aralashmani faqat massa tarkib bo'yicha ajratib olish uchun berilgan. Endi xuddi shunday aralashma yoqilganda deydi. Ya'ni xuddi shunday massa tarkibli deyilgan. Xo'p, alkadienlarda umumiy yonish tenglamasini yozamiz. 1,5 n minusdan 0,5 kislorod, xo'p, n dona karbonat angidridi va demak n minus 1 dona suv hosil bo'lyapti bu yerda. Xo'p, qarang. 176 gram karbonat angidrid hosil bo'lyapti umumiy hisobda deyapti. Demak, shu karbonat angidridni miqdorini hisoblab qo'yamiz. 176 ni 44 ga bo'lsak 4 mol karbonat angidrid hosil bo'lyapti ekan. Umumiy hosil bo'lgan karbonat angidridimiz 4 mol. Dastlabki aralashmada 15 gram nima bor edi? Etan bor edi. Etanni 15 gram deganimiz bu 0,5 molga to'g'ri keladi. Shunda 0,5 mol nimamiz etanimiz yonganda 1 mol karbonat angidrid chiqaradi. Bizda umumiy 4 mol karbonat angidrid chiqishi kerak. Demak, qolgan 3 moli alkadienning yonishidan hosil bo'ladi va biz karbonat angidrid molidan alkadienning moliga o'tganimizda 3 taqsim n molga to'g'ri keladi va biz molini topdik. Massasi bu yerda bor 40 gram. Emer alkadienni topishimiz uchun o'zi aslida uni massasini 40 ni 3 taqsim n ga bo'lishligimiz kerak yoki bu 14 n minus 2 ga teng bo'ladi. Shunda 40 yuqoriga ko'paytiruvchi bo'lib chiqadigan bo'lsa 40 n taqsim 3 teng 14 n minusdan 2 bo'ladi. Mana bu tenglamamiz. Xo'p, davom etamiz. 40 n turadi. 14 ni 3 ga ko'paytirsak 42 n minusdan 6. 42 dan 40 ni ayiradigan bo'lsak 2 n teng 6. Demak n teng 3 ga teng bo'ladi. Bu S3H4 propadiyen ga to'g'ri keladi. Propadien to'g'ri javob. Demak bizda
7-chi tip birinchi savolimizda S javob to'g'ri bo'lyapti. 8-chi tip birinchi savolga o'tamiz. S20H38 tarkibli alkaden molekulasida ikkita sp gibridlangan orbital bo'lsa, molekula tarkibida sp3 gibrid orbitallar sonini toping deydi-da. Xo'p, qarang, sp qachon bo'ladi alkadenlarda? U alden tipidagi alkadenlarda ana shunday holat bo'ladi. Ya'ni qanday bo'lgan? Misol umumiy holatda chizib ko'rsataylik. Misol birinchi uglerodda tursin qo'shboqlar. Faqat mana shunday bo'lganda, birinchi ugleroddan keyin nimalar qo'shboqlar, yo birinchi ugled demaylik. Ikkita qo'shboq yonma-yon kelgan deylik. 20 ta ugled 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 va 20. Ikkita sp gibrid orbitali bor degani mana bu sp gibridlangan, bular sp2 tipida gibridlangan. Xo'p, qolgan barchasi mana bu 17 tasi sp3 tipida gibridlangan. 17 ta uglerod. Endi savol shart so'rayapti. sp3 gibrid orbitallar sonini toping deyapti. Shunda sp3 gibrid orbitallar bo'lsa 17 ta uglerod bo'lsa vodorod gibridlanmaydi baribir. Shunda 68 ta bo'ladi. Shunda sp2 ni ham hisoblab qo'ydik. sp2 gibrid orbitallar soni 2 ko'paytirib 3 6 ta bo'ladi. Endi sp ni shartda bergan 1 ko'paytirib 2 teng 2. Umumiy gibrid orbitallar soni 76 ta bo'ladi. Bizda endi savol shartida mana bu yerdagi sp3 gibrid orbitallar soni 68 ni so'ragan, shuning uchun A javob bo'ladi. Umumiy gibrid orbitallar yoki sp2 ni so'rashligi mumkin. Yana qo'shimcha qilib 2 xil tip qiladigan bo'lsak bu narsani. Demak, to'g'ri javob A javob bo'ldi. Xo'p, 9-chi tipga o'tamiz alkadenlar bo'yicha. Molekulasi tarkibida protonlarning neutronlar sonidan ayirmasi 4 ga teng bo'lgan alkadenning necha gram miqdorini to'liq yonishidan hosil bo'lgan karbonat angidrid 500 gram 48% natriy gidroksid eritmasini to'liq neytrallaydi va reaksiyada faqat o'rta tuz hosil bo'lgan deb hisoblashimiz kerak bo'lyapti. Xo'p. Alkadenlarda umumiy formulasini keltirib o'tamiz va bu yerga demak protonlar sonini hisoblaymiz. Protonlar soni 6n 8n - 2 ga teng. Xo'p, neutronlar soni esa demak vodorodda neutron yo'qligini hisoblaydigan bo'lsak 6n. Xo'p, va bularning farqi shunda ayiradigan bo'lsak 2n - 2 ga teng bo'ladi. Savol sharti aytayapti, mana shu 4 ga teng bo'lsin shu qiymat deyapti mana. Shunda demak 2n - 2 teng 4 bo'ladigan bo'lsa 2n teng 6, demak n teng 3. Ya'ni propaden C3H4 to'liq yonishidan hosil bo'lgan karbonat angidrid 3 dona karbonat angidrid, keyin 2 dona suv molekulasi hosil bo'ladi. 3 2 6 4 4 qo'yamiz ekan. Xo'p, hosil bo'lgan karbonat angidrid natriy gidroksidi bilan to'liq reaksiyaga kirishganda demak natriy karbonatini va demak suvni hosil qiladi. Mana 2 qo'yamiz. Xo'p, endi savol sharti bo'yicha 500 gram 48% natriy gidroksid deyapti. Xo'p, natriy gidroksidni natriy gidroksidni massasini topamiz. 500 ni 0,48 ga ko'paytiramiz. 240 gram deganimiz 40 ga bo'lganimizda bu 6 molni tashkil qiladi. Demak, 6 mol natriy gidroksidi bilan
3 mol karbonat angidrid reaksiyaga kirishadi. 3 mol karbonat angidrid hosil bo'lishi uchun bu yoqda 1 mol propadiyen reaksiyaga kirishi kerak va bizdan mana shu 1 mol propadiyenni massasini topishlik so'ralyapti. Shunda demak 1 ko'paytiruv 40 teng demak 40 gram bo'ladi va to'g'ri javob bizda demak 9-tipda D javob to'g'ri bo'lyapti. 10-tip 80 gram propadiyenni to'liq xlorlash uchun kerak bo'ladigan xlorni necha gram marganiz 4 oksidini H xlor bilan eritmasida eritib olish mumkin? Alkadiyen xlor bilan faqat birikish reaksiyasiga kirishadi deb olinsin deyapti. Xo'p. Birinchi ishimiz mana shu propadiyenni modda miqdorini topishdan boshlashligimiz kerak. Ya'ni 80 gram bo'layotgan bo'lsa, m/40 ga teng 2 mol. Va reaksiya tenglamasini keltirib o'tamiz. Tuzilish bo'yicha keltiraylik. Xlor bilan tashlashadigan 2 molekula xlor ketadi. Mana ikkita qo'shboqni ham ochadi. Ya'ni H2S oddiy bog' hisob. Ya'ni bularga bittadan markazdagi uglerodga demak ikkita xlor sarflanadi. Endi 2 mol propadiyenni to'liq xlorlash uchun bizga demak 4 mol xlor kerak bo'lyapti. Va biz mana shuncha miqdor xlorni qayerdan olamiz? Bu yerda demak marganiz 4 oksidini H4 molekula H xlor bilan reaksiya tenglamasini keltirib o'tamiz. Demak bu yerda marganiz xlor 2, keyin xlorni o'zi, xo'p, keyin demak 2 molekula suv chiqadi. Xo'p, necha gram marganiz 4 oksidini? Xo'p, demak 4 mol xlor hosil bo'lishi uchun bizga 4 mol marganiz 4 oksidi zarur bo'ladi. Va massa marganiz O2 teng 4 ko'paytiramiz 55 + 32 87 ga teng. 87 ni 4 ga qo'ysak demak 348 gram marganiz 4 oksidi kerak bo'lar va to'g'ri javob bizda shunda A javob to'g'ri bo'lyapti. Demak, kimyo noldan to'plami alkadiyenlar mavzusi bo'yicha tipli savollar tahlili, ya'ni kimyo noldan to'plamini tahlili Timur Islamish tomonidan tahlil qilindi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.